Sen bilan ko'cha aylanib yuradiganlar sening do'stlaring emas. Mana senga savol. Ular seni cho'qqiga olib chiqishyaptimi yoki jarlikka tortishyaptimi? Ular rivojlanishingga sababchimi yoki aksinchami? Sen qobiliyatlisan. Men buni bilaman. Ko'ra olaman ham. Lekin sen bilan yurgan odamlarning hayotlari senikiga aslo o'xshamaydi. O'zimda ham shunday do'stlar bor edi. Ular menga yaqinlashib, mendan foydalanib qolishardi. Foydalanib bo'lgandan so'ng esa ular tashlab ketishdi. Sen hammani ham o'zingga do'st deb bilaverma. Friend, ya'ni do'st so'zi Yevropa tillaridan kelib chiqqan. Do'st bu muhabbat degani. Bu odamlar seni yaxshi ko'rishmaydi. Ular sening muhitingga mos emaslar. Bir muhitdagi odamlar birgalikda urushga borishga ham tayyor turishadi. Ular sen uchun, sen ular uchun jang qilishdan toymaysan. Birgalikda kurashasizlar. Haqiqiy do'st seni muammolaringni yo'qotadigan kishi emas, balki muammoga duch kelganingda seni tashlab qo'ymaydigan kishidir. Soxta do'stlar soyaga o'xshaydi. Ular quyoshli kunlarda yoningda bo'lishadi. Ammo hayotingga qorong'i tushganda yo'qolib qolishadi. Aytmoqchimanki, kunduzi soxta do'st bilan birga yurgandan ko'ra kechasi bir o'zing yurganing yaxshiroq. Soxta do'st seni qo'lingdan tutganidan ko'ra dushman zarbasiga uchraganing yaxshiroq. Bilaman, ular bilan aylanib yurish maroqli. Kulishasizlar, hazil-huzul, lekin bu ko'p narsani anglatmaydi. Quvnoq damlarda do'st bo'lish juda oson. Lekin ishlar chappasiga ketgandacha, Opra aytadi, limuzining bo'lsa hamma sen bilan birga yurishni istaydi. Ammo limuzin buzilsa-chi? Kim yo'lda sen bilan birga davom etadi? Kim yuklaringga qarashib yuboradi? Uyingga qadar. Aql o'rgatmoqchi emasman men. Biroq sening hayoting ikki narsaga bog'liqligini unutma. Birinchisi do'stlaring, ikkinchisi esa kitoblaring. Senga mos bo'lmaganlar bilan do'stlashib o'zingni rivojlanishdan to'xtatib qo'yma. Qaytaraman, sening qobiliyating bor. Sen bundan foydalanib qolishing kerak. Chunki bu qobiliyat senda bir umr mavjud bo'lib qolmaydi. Bu odamlar bilan qancha ko'p yursang, o'z qobiliyatlaringdan foydalanish imkoniyating shuncha kamayadi. Bilaman, ular menga ta'sir o'tkaza olmaydi deb o'ylashing mumkin. Shamollab qolishning eng oson yo'li nima? Shamollagan insonni oldida bo'lish, to'g'rimi? Salbiy fikrlar uyg'otishning eng oson yo'li nima? Salbiy fikrlaydigan odamlar bilan birga yurish. Atrofingdagi odamlar senga katta ta'sir o'tkazadi. Quvvatingni so'rib oladigan odamlar bilan yurma. Aytishadi-ku, odamlar hayotingga yo vaqtinchalikka, yo umrbodga kelishadi. Sen do'stlar deb ataydigan insonlar vaqtinchalik. Ularning vaqti o'tdi. O'zingni ko'rsatadigan vaqt keldi. O'z ustingda ishlab rivojlana olsang, o'z maqsadlaringga erisha olasan. Bo'lishing kerak bo'lgan insonga aylanasan.